Bizda sotuvda yana dacha, bu safar narx ham lokatsiyasi ham xudo xolasa hammaga ma'qul keladigan joydan bo'lgan. Manzili Angren shahar do'stlik MFE, mo'ljali Angren shahar global zapravkaga yetmasdan tabassum yonidan shunday kirganingizda LRM ro'parasidan shunday 100 metr kirib kelsangiz, mana shu yerda joylashgan. Fasadi 30 metr, ichkariga 20 metr. Narx 6 sotix. Yerlari tekis, to'rtta tarafda qo'shnilari bor. Mahallada gaz, svet, suv hammasi kirgan. Xudo xolasa yaqin kunlarda kadastr ham chiqadi deyishyapti. Ya'ni o'zingiz uchun bemalol so'rab surishtirishingiz mumkin. Xo'p, har xil mevali daraxtlar bor. Yerlari tep-tekis, uy solishga ham yaxshi variant. O'ta eski binosi bor ekan, uyi bor. Xo'p, yonida basen, omborxona, hojatxona va mana bitta tovuqxonami narsalar bor ekan. Aytganimdek, qaranglar, mana bitta katta uylar solishgan ekan. Kurugon Vigon polni mahallada xonadonlar qurilgan, yaxshi lokatsiya, unaqa cheka joylar emas, tinch joy. Narxini egalari 20 ming 19 ming atrofida mo'ljallab turuvdi. Har doimgidek sizlar uchun savdolashib, chiroyli narx qo'yishga ko'ndirib qo'ydim. 15.900 dollar bo'lsa berib yuboraman deyishyapti. Yana bu joyga kelib, kurusda savdolashib, yanada chiroyli narxlarga baraka qilib ketishinglar mumkin. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi raqamni qoldirganman.